Palchining amru ma'rufga keltirib aytgan sirliq so'zlari Atxonga cho'nqur ta'sir qildi. Bundaq tasaddibiy to'g'ri kelishni u qutlug' safar oldida Xudo tarafidan kelgan yaxshi bishorat deb tushundi. Shuni u cho'nqur bir ichki tuyg'u bilan "Inshaalloh, deganlar kelgay oqsoqol" dedi va yanchiqidan bir dona kumush tangini elib palchiga uzatdi. Uning go'shlik, meg'isran qo'li hayajondan titrab ketdi. Atxon palchining yeridan xushal qaytdi. Ko'ngli tatliq bir sezimdan tepichaklaydi. "O'g'lim", dedi u shu xushallik bilan yenida ketayotgan Akbarning bo'yniga gira silib. "Ko'nglim tuyib turdi. Bizning bu qatimqi safarimizni Alloh oson qiladi. Bayqi gaplarni mo palchining og'ziga Alloh solgan. Alloh hammadan buyuk. Uningsiz kuch-quvvat, mo'jiza yo'q o'g'lim." Akbar bu gaplarni parvosizlik bilan angladi. Shu topda u issiqning dastidan usab, lavlari gazlashib ketgan edi. Shunga Akbar dildan, xushalligidan xabarsiz, begona odamdek o'zining gapini dedi. "Dada, deb usab ketdim. To'g'richayli, yo bo'lmasa marojni elib bergina." "Birdan ta'xir qil o'g'lim", dedi Atxon o'g'liga do'q qilgandek bir oz sovuq talaffuzda. "Oldimizda choyxona bor, choy ichimiz." Ular qaynoq bozor rastalarini oralab, o'rda oldiga keldi. Bu yermo odam tinolmag'idek darajada tixmi edi. Elib satarlarning varqirash jarqirashlari, bir-biriga giralishib ketgan xilma-xil bozorlarning shovqin so'ranlari odamning quloq mingsini yeb, nervisini qoqishtatdi. Atxon davrab yurgan kishilar orasidan urilib so'qilib o'tib, biri tumush tomoqchining do'kkoniga keldi. Uning bilan qisqili salomlashib, o'zi bilan Akbarga safarlik 2 tomoq buyurdi. Andin u yerdan tezla ayrilib, cho'ng bir baqqallik do'konining yanidagi choyxonaga kirdi. Choyxonadami odam ko'p edi. Choyxonaning vasi juplik egiz to'rusini isqaplab, qora qurdan hosil bo'lgan to'rlar sangalab turadi. Haqlari hurkib, lay suvoqlari ko'rinib qolgan tamga hamazakdan aylantirib zadaval tortilgan edi. O'chaqda charaslab kuyayotgan o't bilan qozon va chaynaklardan ko'tarilgan issiqor bu ko'rimsiz choyxonani ba'ayni hurpildab turgan hammomdek qizitib etgan edi. Shu holatdami kishilar bosh ko'zlaridan shurqirab eqiyotgan tarlarini dammadan surtib choy ichishga paranglashib o'tiradi. Atxon choyxonaning ichidan o'rin topolmay sirtqa chiqdi. Choyxonaning oldimi xaridorlar uchun rastlangan edi. Cho'rsiga qizil lampuxdan latlama tortilgan kang bo'ri challa u yerga soyi tashlab, ozoda peshayvon tusiga kirgizib qo'ygan edi. U yer bu yerga silingan palos va kigizlar ustida odamlar gira bo'lib o'tiradi. Atxon shu yerdan 2 kishilik o'rin tepib choychini chaqirdi. Bir yosh bola 2 piyola bilan bir patnosni ko'tarib uning oldiga keldi. "Mauni chaynak silib, o'pdan damlab akirib bergina", dedi Atxon yeliqi balaga baya yo'ldan elib olgan bir parcha no'xchi navatni uzatib. "Shirmandan bo'lsa bir nog'och kel." "Xo'p, mana hozir." Chaychi bola qog'ozga o'ralgan navatni elib ichkari uyga kirib ketdi. Choyxona qiziq bir yer. Bu yerni jamiyatning eng sazgur, eng jalbkor yeri deyishga bo'ladi. Bu yerga ko'nib qolgan odam uyida bat bo'lib bo'lsimi tashlab qo'yib, mush yerga chiqib, bir burdanon bilan bir piyola chayni ichgach, paranglashib o'tirdi. Bu parangning temisi bakmi kang. Bu dunyoning ishlaridan tortib,
u dunyoning sirlarigacha, mashhur tarixiy voqealardan tortib, texi tungun mushu atrofda yuz bergan arzimas jidal mojarolargacha, shaharning to'rt darvozasini so'rab yotgan ataman lükçeklarning ajoyib g'aroyib ishlaridan tortib, tuman daryo bo'yidagi ishtalashtirish, xo'roz so'qishtirishgacha mush yerda paranglar bo'ladi. O'zaro xabarlar yetkaziladi. Ba'zilar bu xabarlarni anglab, qoqoqlab kulishadi. Ba'zilar hasrat chekadi. Ba'zilar yoqasini tutib tovudaydi. Yana ba'zilar bo'lsa, bu dunyoning ishlaridan hayron bo'lib, hangiqib o'tiradi. Bugun bu çayxana bundaq paranglardan xoli emas edi. Atxonning yanida gira bo'lib o'tirgan 4 odam qizg'in parangga tushgan edi. Atxon o'zini har qancha qochirsimi, lekin bu gaplar uning quloqiga nihoyat ochiq anglanib turdi. "Hay, siz ko'rolmay ormanda qoldinglar, og'inglar?" dedi birisi tomiqini chaqildatgan holda baya ko'rib kelgan xo'roz so'qishtirish ahvolini so'zlab. "Xo'roz desa, mana shuni desa bo'ladi. Kasobatning ko'zi o't, baxir shamshar ekan. Baydoq shundoq tashib edi. Qanotlarini qirqib, bozlab berib, eliq to'ntojini bir tepib bilan vaqt etkizib etmasmi? Hey, har qancha bo'lsa-mu, bizning char xo'rozga gapmas," dedi oradan po'chiriq kelgan biri. "Bizning eliq bog'ni sizlar bilasizlar. Bomdodga kirib ketgan odam sham namozda aron oynab chiqalaydi. Mana shundoq olamchi boqib bizning osh char xo'roz qaraydi. Hey, onu boş çağlamanglar. Ötken yozda ikki o'g'ir tomdan ortilib tushibdi ekan. Char xo'roz bilib qilib ikkisini ikki bilan tomdan irg'itib yetibdi. "Qoltisqu," dedi dastlab so'zigan heliqi odam qiziqib. "Shu xo'roz hozirmi bormi?" "Hey, o'tganda ushshaq bolalar o'g'irlab ketdi degina." Uning javobidan hamrohlari dastlab hayron bo'lib, hangiqib turib qoldi. Keyin ular birdilla gapning tagiga yetib, paraq qilib kulishib ketdi. Atxonmo bu po'chining chamdurmay, nayt sipoyilik bilan ma'nilik po atqanligidan huzurlanib, miyiqqida kulib qo'ydi. Endi bularning xo'roz to'g'risidagi paranglarini Atxonning orqa tarafida o'ltirgan bir necha uzun quloqlarning darvishlarcha suhbati besib ketdi. Bu gaplarmo ixtiyorsiz holda Atxonning quloqiga qo'yilib turdi. "Siz angladingmi, adash? Heliqi Mahmud Kanayning deyishicha, bir necha kunning oldida Shenjang yomilida haramga bordiganlarga chek tashlabdi. Ba'zilarga chiqibdi, ba'zilarga chiqmabdi. Chiqqanlari xushallikdan kulishibdi, chiqmaganlari xafalikdan yig'lashibdi. Men deyman, bu dunyoning ishlari nima degan qiziq? Ba'zilar puli yo'q, jinni boqolmay yig'layotgan. Ba'zilar bo'lsa pullarining ko'pligidan xajlaydigan yer topolmay yig'layotgan. Ha, adash, 4 girdab 8 qirg'oqning hammasida Alloh yaratgan heliq qora qozonning quduq 4 ta. Padişahdan tartib gadaygacha hammasining o'zining dardi bor. Bu dunyoda ajoyib zotlar o'tib ekan. Ular kashfiy arvohlardan xabardor ekan. Bu dunyoning ishlari oxiratda bo'lmaydi. Oxiratning ishlari bu dunyoda ko'rinmaydi. Lekin bunday kishilar oxiratdagi ishlarni ko'radi ekan. İnsonda ikki ko'z bor deydi. Biri zotin ko'z, yana biri botin ko'zmish. Botin ko'zni dil ko'zi deydi ekan. Bunday kishilar Xudoga bog'lanib, Xudo yo'lida zikr qilib, dil ko'z bilan oxiratdagi ishlarni ko'radi ekan. Sultoni Abba Xo'jamning murti divoni mashrab Xudoga nola qilib, nima uchun birini shoh, birini gadoy, birini o'ng, birini sarang, birini boy, birini gadoy yaratding deb botin ko'zi bilan u dunyoga qarabdi. Qarasa, hamma odam o'z ishi bilan band. Hammasida g'am bo'lsa, ulardan xushallik, rohat yiroq. Shu chaqda mashrab uyg'onib qarasa, o'z yo'q olamda turgan. Shu chaqda u, "Baqsam bu jahonda hammaga dardu alam bor. Har kishining ko'nglida bir zarracha g'am bor" degan she'rni o'qibdi va Xudodan kishilardagi bu g'am-g'usarni ko'tarib atgan deb nola qildi. Bu chaqda Alloh taolodan vahiy kelib,
Men xalq etgan bu kishilar oshi g'am g'usullar bilan meni topidi, meni yod etidi debdi. Shunga kitobda jannat haq, do'zax haq, mizon haq, tarozu haq, hisobga haq, sirat haq deyilgan. Bundoq desalar, odam bolasining beshiga kelgan dard va alamlar almisoqda Alloh tarafidan peshonasiga putilgan ekanda, alaq shundoq. Endi Otxonning xiyolini bu paranglar emas, balki choyxonaning ichidan chiqayotgan do'ttarning yaqinlik ovozi tortib ketdi. Kimdir biri do'ttarni bo'sh, lekin mungluq tirinchitib, larzon ovozda naqshi o'qiyotdi. Barsam men Madinamga, nur ziyolar koniga, arzimizni aytayli payg'ambar sultoniga. Bo'z qanotim yassam haramga, dardimni aytay zibo sanamga. Naqsha Otxonning maylini tortib ketdi. U o'rdab bo'ynini so'zib ishchiga qaradi. Lekin bu xushnafas, ko'ngli pok g'azalxonni ko'rolmadi. Uning qalbida bu odamga nisbatan g'oyibona bir hurmat va qiziqish o'rnab qoldi. Otxon o'zining xazinasida oshu dutarcha orzu qilib ulug'lagan yerga boradiganligini, oddiy kishilar tushudimi ko'rishga erisholmaydigan muqaddas joylarni tavob qiladiganligini o'ylab, ichidan xushollandi. Bir xil yuksak iftixorlik tuyg'usi butun vujudini chirmab oldi. Anglayotganinglar Beliq to'rdan oltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Otxon jamoat bilan xo'shlashish uchun katta nazar berdi. Yo'g'on qo'shqor qon qilindi. Bantatdan yenib kirishga boshlagan mehmonlarning choshkig'icha oyog'i uzilmadi. Hammaylan uzoqdan uzoq duo qilib, uning teniga saqliq, safariga omonlik tiladi. Ba'zi bilimdon qori xalfatlar amri ma'ruf qildi. Ularning har 10 eg'iz so'zining 9'i Qur'on Karim edi. Bu amri ma'ruflar ichida jamoatning nazariga tushib, kishilarning ko'ngliga o'rnab qolgani katta ulamo Mavlona Sharifiddinning amri ma'rufi edi. Beshiga misqoli dakidan chaqqang'ini salla o'rg'an, egiz bo'y, chiroyi oq seriq, mashhur saqalliq bu odam dasturxon yig'ishtirilgandan keyin cho'ng mehmonxonada liq o'tirgan kishilarga qarab mundoq deydi. Islom dinining amr qilganidek ibodatlarni yo'li bilan qilgan kishi bu dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Chunki kunda 5 qatim qazo qilmay namoz o'qish, yilda 1 oy nafsini besib roza tutish, jondan aziz ko'radigan halol mol mulkining bir qismini hech qanday badal kutmasdan fikr mo'minlarga zakot qilish, yo'l azobiga, safar mushaqqatlariga chidab haj tavob qilish albatta har qanday odamga og'ir keladigan ishlardir. Bularni faqat Alloh uchun qilgan musulmon nafsoniy tuyg'ularni, g'ojirliklarni yengib, irodasiga hokim bo'lgan Allohdan boshqa hech kimga bo'yin egmaydigan hur bir insondir. Bunday insonlar boshqalarni hur biladi. Hech kimning meliga, jiniga, nomusiga ko'z tikmaydi. Inson haqlariga hurmat qiladi. Iymon va ibodatning maqsadi egillarni komil bir inson qilishdir. Mevlana bu so'zlarni zo'riqmay, duduqlamay, nihoyat tabiiy va salmoqliq bilan aytdi. Kishilarmo jimjit quloq solib angladi. Otxon pagahda o'ri turgan holda qo'llarini ko'ksiga qo'yib, Mevlana Sharifiddinga tavazzu bilan tikilib turardi. Mevlana beshini ko'tardi va Otxonga qarab so'zini yana davom qildi. Biz hammamiz seni jabtungan muborak safarga Fatiha berimiz. Yo'llari oq bo'lsin, murod maqsadlariga yetkayla. Oyati karimda Alloh taolo haj safariga kelish uchun qodir bo'lgan barcha mu'minlarga hajni farz etdi. Kimiki buni inkor qilsa, gunohi o'zgidir. Shubhisizki Alloh taolo ahli jahondan behojatdir.
Bunun da şundaq deyiladi. Biz bununla iman keltirimiz. Sizlarni bu qutluk safarga yaxshi duolarimiz bilan uzatimiz. Allah müşküllerini oson, mertebelerini ziyoda qilsin. İşki dünya azizi mukarram qilsin. Amin. Jamoat dirrida duoga qo'l ko'tardi. Uy ichi sirliq shivirlashlar bilan to'ldi. Oxirida Atxonga ullik hayajonli ovozda oq yo'l tiladi. Uning qutlug' safarini muboraklashdi. Әтіс түштін бұрын Қашқарның 4 darvozasi ichida haj safariga otlangan 29 odam cho'ng bir karvon bo'lib Qizil daryo ko'rigi bo'yiga kelganda to'xtadi. Ular uzatqili chiqqan 400 odam bilan mush yerda oxirgi qitim xo'shlashmoqchi edi. Qizil daryo bo'yi qaynoq bozorga aylanib ketdi. Bir-biridan ayrilishga qiymagan kishilarning ko'zida yosh davol qo'ydi. Yürüpüde bolsa besip bolmaz judalık pıgağını örleydi. Olar kucaklaşıp, suyuşup, bir-biriga yaxshi tilaklarni tilashdi. Atxonmo, ayoli va bola chaqinlari bilan bir chetda xo'shlashib o'tadi. Xantilla beshiga chikan oq peji artib, uchisiga kang nimch kiyib olgan edi. Onun yig'idan ko'zlari ishib, ovozini tutib ketgan edi. U Akbarni oxirgi qitim o'z yiniga chaqirdi. Akbar yugurib kelib, onasining bag'riga o'zini otdi. Go'yo ona mehrining mayin shamili uni yalpib o'tgandek bo'ldi. Akbar onasining tatliq hidini to'ymay simiratdi. Ana ishchikuyar o'g'lining boshlarini silab, mang'idan suyib, yana o'zini tutolmay esadab ketdi. Eg'ir judolik har ikkalanni darmonidan ketkizdi. Atxon ularni bir-biridan tasda ajratdi va Xontillaning qo'rsiqidagi bolani ishorat qilib turib, agar o'g'il bo'lsa, ismini Safar qo'yinglar. Bu qitimqi qutlug' safarning yodnomasi bo'lib qolsin. Mubada qiz bo'lib qolsa, Hajar qo'yinglar. Xudo yo'lidagi haj davotning yodnomasi bo'lib qolsin. dedi va yo'g'on gilam xurjun ortilgan sur eshakni Akbarga tutqizib, hamrohlari tarafga mangdi. Akbar yetilab ketayotgan sur eshak so'kal quyruq, salpon quloq bo'lsa-mu, lekin o'z vaqtida bedik ta'riflagandek yo'g'on ham kuchli edi. Xo'shlashish yig'izar asta-asta besiqdi. Atxon o'z hamrohlarining orasiga kelib, ular bilan salomlashdi va xolisona niyat bilan mundaq dedi: Jamoat, biz yaxshi orzu tilak bilan qutlug' safarga otlandik. Bugundan boshlab biz bir eriqning suyi, bir ozg'alning leyi. Samimiylik va do'stonlik bilan aytilgan bu so'zlar kishilarning ko'ngliga yoqdi. Ular o'z ishida bundaq to'g'ri niyatlik, xolisona bir odamning bo'lganligidan xushal bo'lishdi. Atxon haqiqatan mo oq ko'ngil, saf tabiatlik, o'zini tutgan odam edi. Uning mundaq o'zini tutishi boshqalarga bakmi salobatlik ko'rinadi. Karvan uzatquchilardan asta-asta ayrilib, ko'vrik tarafga siljishga boshladi. Atxon ko'vrik ustidan oxirgi qitim Qizil daryoga qaradi. Ularni beqib o'stirgan ona daryoning ulug' shovqinli suyi to'g'linib, bo'zamto'y chayqaladi. Daryoning ikki qirg'oqidagi so'gat daraxtlarining majnun tollari daryodan ko'tarilgan yenik salkinda tinmay yaltinadi. Karvanning eng oldida qo'ng'ir ranglik shosh ayg'irga minib olgan otchi Qosim Taygon Qizil daryo ustidan o'tib orqaga qaradi va safarga otlanganlar bilan uzatib chiqqanlarning haqqiga uzoq duo qildi-da, orqadan Hazrati Alshir Navoiy o'z vaqtida muborak haj safari ishqida yozgan beytini ishtiyoq bilan o'qib yo'lini davom qildi. Menikim bu savdo nizor ayladi. Havas ilkini beqaror ayladi. Urarman qadam toki borguncha gom.
Ki bolg'ay muyassar manga ushbu kam. Agar bo'lsa bu yo'lda ömrüm talab, chu bu yo'ldan u ham erur sharaf. Qasım Taygan başlap ketayotgan karvan asta-asta uzab ketdi. Qizil daryoning shovqinliq ovozi bilan uzatuvchilarning hasratlik yig'ozorlarimi yiroqda qoldi. Mana bugun ular hajdavob ishqida go'zal yurtidan ayrilib, tinch, xiraman turmushning xushalliqlaridan voz kechib, qutlug, mushkul safarga oxir otlandi. Bu dal milodiya 1948-yilning iyul oyi edi. Anglavatqaninglar biri qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qasım Taygan tajribalik, pishqan otchi edi. Bu mushkul safarning tog'-davonlari, cho'l jaziralari, hayvatlik daryo eqinlari uning uchun 5 qo'ldek aniq, go'yo dog'dam yo'ldek ravon bo'lib ketgan edi. Qasım Taygan har xil izlarga va yulduzlar o'rniga qarab yo'lni farq etalaydi. U bu qitim o'zi boshlab mangan 29 odamni Pokistonning Geligit shahrigacha olib qo'yishni ustiga olgan edi. Ular Qizil daryodan ayrilib 4-kuni tushda Miskarga yetib keldi. Havosi shalang, so'g'uq shamol so'qib turadigan, atrofi sim to'siqlar bilan qo'rshalgan, ko'rimsiz chegara o'tingida 100 dan ortiq odam to'plashgan edi. Ularning ko'pinchisi pasportsiz bo'lib, chegara soqchilarini setib olish yo'li bilan chegirdan o'tib ketish ko'ydi yurganlar edi. Bir necha kundan beri xeyli ko'p odamning 20 sardan kumush tanga xajlabla chegirdan osonla o'tib ketganlik to'g'risida qizg'in paranglar bo'lib o'tadi. Bu hol pasporti borlarning darhol o'tib ketishini qiyinlashtirib qo'ygan edi. Atchi Qasım Taygan bilan yana bir necha hamsafarlar Atxonning yeniga kelib, uningga iltimos qildi. O'zlari soqchi amaldorlari bilan ko'rishib, bizning rasmiyatlarimizni tezroq bajarib berishni aytib baqsizlar qandoq? Bu turadigan yer emaskan. Bir daqiqa bo'lsa-mu, burunroq yo'limizga mangayli. Bo'ladi, dedi Atxon ko'pchilikning iltimosini qabul qilib. Men berib so'zlashib baqay. 4 kunlik safar kishilarning nazarida Atxonning ishonchlik, halol, g'amguzar odamligini isbotlagan edi. Shunga hammanglar tabiiy holda uningdan aql so'raydigan, uni o'zlarining karvon beshi, ma'naviy turiki deb qaraydigan bo'lib qolgan edi. Buning ichida faqat birla odam, ko'zlari yo'g'on, nazari tiz, lekin qarashlari parvosiz, gaplari bemazza, g'ujumonlar uni pisand qilmaydi. Atxon soqchi boshlig'ini izlab, yiroqdagi do'nglikda qariyib turgan uy tarafga qarab ketdi. G'ujumonlar bo'lsa, yuk ortilgan chipar qechirni yetilab, odati bo'yicha gap tingtinglash uchun kishilar to'pini orlab, nishonsiz kesishga boshladi. U bugun kunning issiq bo'lishiga qaramay, putiga alohida buyurtib tushtirgan yumshoq maskalash, uchisiga Buxoro baqasamdan uzun to'n kiyib, beshiga Afg'onning surmirang shoyi sallisini urib olgan edi. G'ujumonlar qechirning tizginini so'l qo'liga yo'gab tutib olgan edi. U har qanday sharoitda qechirdan ayrilmaydi. O'zi yetilab yuradi. Oldingi kuni karvan Mustavandan o'tkicha G'ujumonlarning yuragini qattiq cho'chitadigan bir ish bo'ldi. Musa Danqan degan odam uning orqasidan mangan edi. Musa Danqanning burniga G'ujumonlar yetilab ketayotgan qechirdagi yukdan o'tkir ziri purab turardi. U hayron bo'lib, davondan tushgandan keyin G'ujumonlarga yondashib kelib, "Mollam, Pokistonga zirelib mangdilmi nima? Bu tazimi ta'birish yo'qdi-ku?" deb so'radi. Lekin G'ujumonlar qilchi duduqlamay parvosiz holda, "Yo'qsa taqsir, tag'ardikilarning hammasi haddiyak.
Ravaplindi bilan Karaçidagi qarindoshlarning bola chaqalariga Uyg'urcha besilgan xattiyak lozim ekan. Shuni elib mangdim. Bu tazimi savobli ish desizlar. Endi ziri purqiga kelsak, o'z vaqtida tag'arga ziri qachilabdi ekan. Shuning purqi texech tugamagan chig'i deb tuyuqsiz so'ralgan bu qiyin savolga osonla javob bergan edi. Bu javob Musa Danqanni ko'nglida paydo bo'lgan tasadduqiy gumoniy sezimdan xalos qilgan edi. G'o'ji mulla o'zaro savdo setiq qilishayotgan, u yoqdan bu yoqqa chepib yurgan, o'z halakchiligi bilan oldirash turgan odamlar orasidan o'tib, qayerda parang bo'lsa, quliqini shu yerga yiqib, xeyli vaqtni o'tkazdi. Bu oraliqda u chegara bo'yig'ini yaqinlab keldi. Bu yerdagi odamlarning asyodi qanday qilib chegirdan tezroq o'tishni ko'ydi edi. G'o'ji mulla o'zidan 5-6 qadam yerida muqiltishib turgan bir necha odamga qarag'inicha turib qoldi. Ularning ichidagi bastlik, giroy birisi uningga bakma to'nishdek qilardi. G'o'ji mulla yana bir oz oldiga siljib, ko'zlarini qisib turib, uningga zan qo'yib qaradi. Dal shu. U yerda nima ish qiladi? G'o'ji mullaga tonish ko'ringan odamning kiyinishi, turqi yiroq bir safarga otlangandek ko'rinadi. O'shnisidagi yangi gelam xurjunning bir ko'zida tulum, yana bir ko'zida nimalardir to'mpiyib turadi. U chigirdan o'tib birga boramdi nima? Voy xudoyim, uning bilan ham safar bo'lib qolsam, nas bosqin shu. Bizni so'ygan piyozdek qonsi jis qilib qo'ydi u lukchak. G'o'ji mullaning arvoyi ushdi. U tuyuqsiz uchrab qolgan bu odam uning fikrini chalg'itib, ko'nglini g'ashlikka soldi. G'o'ji mulla damonliqqa nima qilishini bilmay, orqaga qaytmoqchi bo'lib turib edi, Musa Danqan bilan do'qurishib qoldi. Musa Danqan uningga oldirab xabar yetkazdi. Atxon boya chigara amaldori bilan so'zlashib ketdi. Ular bizni ati tushdan keyin chigirdan o'tkazishga ma'qul bo'pti. Bu gaplar G'o'ji mullaning quloqiga kirmadi. U o'z xiyoli bilan band edi. Uni chigirdan o'tkazib bo'lmaydi. U yomon odam. G'o'ji mulla, sizlarga nima bo'ldi? Musa Danqan hayron bo'lib uning peshonasini tutdi. Qazitminlar o'rlab qolmagandi, ha? Rost deyman. G'o'ji mulla yana shu gapda edi. Uni chigirdan o'tkazib bo'lmaydi. Qo'y orasiga bo'ri kirib qoladi. Musa Danqan uningga ham hayronlik, ham qiziqish bilan tikilib qaradi. G'o'ji mulla kaklik qosh, qapchoq yuz, seriq soqol odam edi. U gapni tiz qilg'ashqa, anglag'uchilar toza zan qo'ymasa, nima deyotganligini damonliqqa anqarilmay qoladi. Kimni deyla, kimni? So'radi Musa Danqan betaqat bo'lib. Odamni ko'rdimi? G'o'ji mulla begiz qo'li bilan heliqi odamni ishorat qildi. Yensar to'miq kiygan, jilam xurjunliq odamni deyman. Ha, ko'rdim, dedi Musa Danqan parvosizla. U odamga nima bo'pti? U degan cho'ng qilmavoz, danqi bor lukchak, ismi Elimshoh. Musa Danqan bu gapni anglab, Elimshohga boshqa nazar bilan qarashga boshladi. Uning ko'z oldida bu odamning butun surat, bejirim qiyofati ochiq namoyon bo'ldi. Elimshoh palvon qomat, turgun odam edi. Put-qo'llari g'apsi yo'g'on edi. Birli qaragan kishiga uning qo'li eyiq shopiliqidek, puti bo'lsa tugi topinidek ko'rinadi. Shunga birodar ulfatlari uni otni quyruqidan tutib pirqiritib yetadi deydi. Kishilarga hammadan bak ta'sir qiladigini uning pichoqning izi bor qorin to'q yuzidagi yo'g'on do'gilak ko'zlari edi.
bu ko'zlar ajoyib nurliq, hukmron va irodalik edi. Elimshahning so'l puti ikki ellik qisqa bo'lg'ashqa, yo'l yurganda xuddi do'lqin yerib uzayotgan qiyiqqa o'xshash sho'ng'ib mang'atdi. Elimshahning gavdisi, shap buriti, ko'tmak soqili kishilarga uni o'z yeshidan xeli cho'ng ko'rsatdi. Lekin Elimshah bu yil 41 yoshga kirib, qirollik davrida yashayotdi. Elimshah buningdan 9 yil burun uylangan bo'lsa-mu, lekin uy tutgan emas. Nada qo'rsiqi to'ysa, shu yerga berib, nada kash bo'lsa, shu yerda tunab yuradigan jahon kalbulardan edi. Lekin uning bugungi holati boshqa vaqtlarga zotli o'xshamaydi. Elimshah bugun pokiz, chiroyli kiyinib olgan edi. Putida kapkazcha qizil o'tik bor edi. Kang oqliq oq tambal, oq cho'ti yaktakning ustidan nil rang chakman chapan kiyib, belini maysirang shoyi balbog' bilan bog'lab olgan edi. Sol yan peshida kumush to'ltiliq yo'g'on pichoq sangilab turardi. Yaktikining yengi chapanning yengidan salkam bir xirish uzun edi. U qish-yoz beshiga ko'p movut tashliq yengsar tumuqini kiyib oladi. Tapqan tergan pullarimi shu tumoqning ichida namdilib turardi. Musa tanqan Elimshahdan ko'zini elib hamrohiga qaradi. G'o'ji mulla chiroyini purishtirib, Elimshah bilan so'qishadigandak alfozda g'o'miyib turardi. Turqidan yomon odamdek qilmaydi-ku g'o'ji mulla, dedi u hamrohining ko'ngildagini bilolmay. Tozi kuchga to'lgan palvondek ko'rinadi. G'o'ji mulla terikib ketdi. Seni nima deb yurdiganlar Mo'siraxun? Uning yuzidagi pichoqning izini ko'rmadingmi? U degan shaharning to'rt darvozasi nomi bor cho'ng qimovoz, qoramlikchak. Ajab, men anglab ekanman ha? So'radi Musa Danqon dargumon bilan. Seni degan savdogarchilik bilan shahar yuradigan odam tursinlari, unda qimovozlarning qahvolari na'dim biladilar? Dedi G'o'ji mulla o'z gapini yo'rg'alatib. U dehi qotillik qilib qechib chiqdimi, xudo o'zi biladi. Yursizlar, darhol maslahatlashib, bu ishdan bir amonlik qilaylik. Ular ikkisi baya tushgan heliqi joyga qaytib keldi. Bir nechaylan otxona cho'rdab, qo'y sodisi ustida paranglashib o'ltirardi. Otxon bu ikkisini ko'ribla mundoq dedi. Baya bir qo'ychi, bir pado qo'yay deb kelibdi. Da'liq pamir qo'ydir ekan. Ba'zilari mo'zaydak yo'g'on, bir tillaga 3 tun qo'y gaplashdik. Hammamiz yig'ish qilib 10 nech qo'y elib olaylik deb atamiz. Har birlarining fikrlari qandoq? Yaxshi gap. Elib olaylik, dedi Musa Danqon darhol qo'shilib. Bu uzun safarda go'shmaysiz yurgili bo'lmas. Angacha juldur chapan bir qo'ychi 10 nech qo'yni haydab keldi. Bu qo'ylar oppoq, uzun yo'liq bo'lib, ba'zisi qora zangoq, ba'zisi seriq zangoq edi. Yo'g'onliqidan ustiga akbardek bolalar minsa, xeli yergacha ko'tirib ketgidek ko'rinadi. Rost, isil qo'ylar ekan, dedi Musa Danqon bir qo'yning quyrug'ini dangsab havas bilan. Ustiga 2-3 chorak yuk ortib qo'ysaqmi, bemalol minivagidek. Asiya xonimni mindirib qo'yaylik bo'lmasa, dedi G'o'ji mulla ham chaqchaq ham kinoya qilib. Xotin kishi deganning vazni yo'q. Musa Danqon bu gapni miqidagi so'g'uq bir kulki bilan o'tkazibdi. Asiya xonim uning ayoli edi. 29 kishilik bu karvonda 5 ayol bo'lib, uning 3i o'g'illari hajga elib mangan oqvash ona. İkisi erleri bilan haj safariga otlangan 30 yoshlik cho'konlar edi. Qo'y sodasi tugidi. Atxon odam beshiga pul chechib, 3 tillaga 9 qo'y oldi. Bayotindan beri betaqat bo'lib turgan G'o'ji mulla
bu ish tugish bilanla Yelimshah to'g'risida so'zlab voysab ketdi. Agar bu qimovat chigirdan o'tib biz bilan safardosh bo'lib qolsa, bizni xotirjam qilmaydi. Uning qo'lidan har balo keladi. Yamandan yar bo'yi qoch degan gap bor. Chigara boshliqlarga aytib o'tib qolayli. Bir oz g'ulu-g'ulu bo'ldi. Ba'zilar G'ujumollaning fikrini xo'p ko'rdi. Lekin kutmagan yerdan Otxon boshqacha fikrni o'ttirg'a qo'ydi. G'ujumolla, bu dunyoda har kim o'zining rizqi bilan yashaydi. Bu odam burun qimovoz bo'lgan bo'lsa, hozir yomon ishdan qo'l uzib, qutlug' safarga niyat qilgan o'xshaydi. Biz uni to'ssak, Alloh oldida gunoh qilgan bo'lmaymizmi? Sizni anglamaganmi? dedi G'ujumolla chalva qilgandek tarini turib. Yomondan kelar kasofat, yaxshidan kelar shafoat. U qimavozning bizning oramizda tuyuqsiz paydo bo'lib qolishi yaxshilikdan bishorat emas. G'ujumolla shundoq dedi-da, yana shu qechirni yetilgan peti olchanglab chigara qorovulxonasi tarafga qarab ketdi. G'ujumolla iymoni sust, shum angiz odam edi. Lekin u bu ojizligini og'zining yumshoqligi bilan chiroyida hamisha ko'rinib turadigan saxta yejish bilan yepib ketadi. G'ujumolla chigara qorovulxonlarini oralab birer soatdek ovora bo'ldi. Biri Uyg'ur saqchiga yolvurib yurib, nihoyat ta'sirda ularning boshlig'i bilan ko'rishdi. Tog' shamoldan yuzlari qaradab, kichkina pisti ko'zlari yoshanqirab turadigan oltin tishliq bu chigara boshlig'i bakma oldirash edi. Oldirashchilikda mijozimi chashqun, sapra bo'lib ketgan edi. Bu kunlarda uning quliqiga quruq gap xush yoqmaydi. G'ujumolla avval uningga 2 sar kumush tangini abjillik bilan sungurtdi. Ondan Yelimshahning ahvolini ko'ptirib aytdi. Heliqi Uyg'ur saqchi tarjimonlik qildi. Agar bu o'ttirda mush tarjimonlik qilayotgan Uyg'ur saqchi bo'lmagan bo'lsa, bu 6-chi boshliq G'ujumolla sungutgan 2 tanga uchun Yelimshahni tutmagan bo'lardi. Balki Yelimshahdan bir muncha oltin pullaga erishgan bo'lishi mumkin edi. Lekin o'ttirdagi bir guvohchining bo'lishi uni qoida nizam bo'yicha ishlashga majbur qilib qo'ydi. U 2 saqchini avatib, Yelimshahni tuyuqsizla tutdi va Qorovulxonning yanidagi Anjan tomliq bir otxonaga solab qo'ydi. Yelimshahmi hech qanday qarshilik qilmadi. Ko'nglida Xeyli burli o'zimga odam tushgan ekan. Bu cho'qim heliqi nomard soqchixona boshlig'ining ishi. deb taqdirga tan berdi. G'ujumolla bu ishlarni Yelimshahning tutilib otxonaga solib qo'yganligini yiroqda turib o'z ko'zi bilan ko'rdi va ustidan bir parcha o'yul toshni elib etgandek yenik nafas oldi. Ko'nglimi joyiga tushdi. Lekin u behuda ketgan 2 sar kumush tangini o'ylab ichidan puchalandi. Xayriyat, dedi oxir o'ziga o'zi tasalli berib. Chegardan o'tish oldidagi bosh ko'zimning sadiqsi bo'lsin. Men boshqalar uchun Xudo yo'lida yaxshi ish qildim. Xudo menga bu pulni hassalab qaytardi. Ertasi tushdan keyin Otxon boshchiligidagi haj qilish karvoni chegirdan o'ngishliq o'tib, yangi va jaboliq safarni boshladi. Anglayotganinglar Beliquttordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Qora osmon bilan zamin tutashgan ufq bo'zirib, yiroqda oqish sho'li paydo bo'lishga boshladi. G'arbga surilgan yenik bulutlar asta-asta qizg'ish tusga kirdi. Ularning ko'z oldida ajoyib go'zal, sehrli tong manzarasi namoyon bo'ldi. Karvonlar namoz bandatni o'qib bo'lib, nashtiga taraddud qilyotdi. Ayollar toshdan o'choq yasab, atrofdan chavar chatqal va qurg'an tezaklarni terib kelib, mis ko'rida choy qaynatdi. Ba'zilar talqin chaldi. Ba'zilar rummal choy atdi.
Ba'zilar bo'lsa mayliq to'qashlarni kurushka va yog'och cho'chaklarga chilab, huzurlanib ichishga boshladi. Shu chaqda birsi xuddi osmondan tushdimi yoki yerdan undimi, ularning oldida paydo bo'lib, hammalarni hayratga qoldirdi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Va alaykum assalom. Bir nechaylan salomni ilik elib, bu kutilmagan mehmonning bosh oyog'iga qaradi. Bu odamning turqidan o'tkini yelkasiga ortib, chapinning beshini beliga qistirib, tambilini tizg'icha turib, chaddas va yengil holatda turishidan kechicha qattiq yo'l yurganligi va yerib usab ketganligi mana-men deb chiqib turadi. Yo'g'on qalay qochiga jigda talqinni selib ichayotgan G'o'ji Mollaning qochisi qo'lidan tushib ketgani tasli qoldi. Og'ziga endi solgan yog'och qo'shiqmi shu peti ikki koltukining orasida qisilib turib qoldi. Uning chakchaygan ko'zlari bu odamga tikilgunicha nat qilmay turadi. U ko'z oldida tuyuqsiz yuz bergan bu ishlarga o'ngmi ya tushunmi deb ayray olmay dargumanda bo'lib o'tadi. Chayinglardan biroz ichaymikin deb kelishim, dedi yeliqa odam G'o'ji Mollaning yeniroq kelib o'ltirib va chuqchilik gilam xurjundan bir kurushka bilan bir girdimonni oldi. G'o'ji Molla shu chaqdala o'zining tush ko'rmayotganligini, yeniga kelib o'ltirgan bu surlik odamning texi tunigulla o'zi ikki tanga hajlab so'litib atgan Yelimshoh ekanligini aniq bildi. Endi uning yurgiga tuniginkidimi bakroq qo'rqinish tushdi. Uning baya birdamlik tormizlanib qolgan kallasi yana yengvashdan jiddiy ishlashga boshladi. Yelimshoh uning tunigunki xufiyona ishidan xabardormidi? Agar xabardor bo'lsa, G'o'ji Mollani nas bosqini shu. G'o'ji Molla dakki-tukki ichida uningdan asta ko'chalab so'radi. O'zlari chigirdan qachon o'tgandilar? Yarim kechaga yaqin o'tdim-ku deyman, dedi Yelimshoh kurushkadagi qiziq chayni to'lab ichib etib. O'mushliq bo'lganda, nadikini? Yelimshoh tabiiy tuz ko'ngilligi bilan ko'ngildagi gaplarni aytishga boshladi. Asli tunigun kunduz o'tib ketadi, lekin Qashqarga orqamga odam tushib ekan. Tuniga tuyuqsiz tutib solab qo'yishdi. U yerdimi Xudoning qudrati bilan qutulib chiqdim. G'o'ji Mollaning yuragi isig'i tushdi. O'z ishidan Yelimshohning butunlay xabarsiz ekanligini jazm qildi. Shundaqdimi uning yeliqi egiz tamliq otxonadan qandoq chiqib, chigirdan qandoq o'tib ketganligiga aqli yetmay hayron bo'ladi. Vaholanki G'o'ji Molla uchun qiyin bo'lgan ish Yelimshoh uchun oson edi. Yelimshoh shu kuni chigara o'tandagi hamma odam uxlab, jahon tinchigan bir vaqtda 7 paxshilik anjon tomdan ortilib sirtqa chiqdi. Bu chaqda yeliqi ishki sarkumush tanga pori yeb, uni solab qo'ygan oltinchi boshliqmi aldirash g'ovg'oliq ishlarning qotilonchiligi bilan uni butunlay esidan chiqarib qo'ygan edi. Yelimshoh otxonadan chiqibla udul chigara eg'iziga keldi va u yerda kuzat qilib turgan ikki soqchiga 2dan 4 tillarni berib chigirdan osonli o'tib ketdi. U bir tulum suv bilan bir muncha non qachilangan gilam xurjunni o'shnisiga ortib, shu mangancha hech yerda to'xtamay jedallab mangdi. U yo'g'on, kuchli shotir putlar bilan bir kechadala mana bularning orqasidan qo'g'lab yetishib olgan edi. Xo'sh, endi men mangay, dedi Yelimshoh chayni ichib bo'lib. Har birlarini issiqlik berganliklariga rahmat. Yelimshoh navqiron gavdasini ko'tardi. Shu chaqda G'o'ji Mollaning kallasiga chaqmoq tezligida boshqa fikr keldi. Agar u qimovozni mushbat yo'lga servassa, bir kuni bo'lmasa bir kuni bularni paylab, kechisi tegish qilib mol dunyosini bulab ketishi mumkin. Bunday ish cho'qim uning qo'lidan keladi.
Şuna eng yaxşısı Yelimşahni özleri bilen birga elip qilib, hammeylen onunğa köz quloq bulup bilmeyiş gerek. Şunda qilganda yırtquş hayvanını köndürgendek Yelimşahni köndürgeliş mümkün. To'xtasizlar, o'zlarini to'lg'andek qilaman ha, dedi Hoca Molla bayaq xiyollardan ruhlanib xursandlik bilan. Sinri Yelimshog'u deyman. Shundoq, seni qandoq bildi? Yelimshah onunğa hayronlik tarzda qaradi. Qashqarda senini bilmaydigan odam oz, dedi Hoca Molla xushomat qo'yliq bilan. Sizlar degan to'rt darvozadan nomlari bor nochi. Xo'sh, safar nagacha? Baytul Muqaddasgacha. Pah, ulug' ish bo'pti. Xudoyim niyat iqbollariga yetkizgay. İnşallah, dedi Yelimshah bir xil cho'nqur ichki tuyg'u bilan. Har birinlar bilan billat haj tavob qilib, Xudoga to'g'ri istig'for etib, poklanib yanoy deyman. Ondaq bo'lsa, bir-birimizga hamdam bo'lib billa mangayli, dedi Hoca Molla kuyungan qiyofatda. Safarning jafosi ko'p, yolg'iz mengib qiyinib qolala. Hoca Molla shu gaplarni qilayotganda ko'zi ixtiyorsiz holda Musa Tanqonning ko'zi bilan uchrashib qoldi. Musa Tanqon uningga hayron bo'lgan, taajjublangan qiyofatda so'q va tushuniksiz nazar bilan qarab turardi. Hoca Molla yana shu parvosizlik bilan uningga: "Hayron bo'lma, dunyoning ishlari murakkab. Aqlliq ota-bobolarning ish bilan soy talashma, mushuk bilan to'r degan gapini anglamagan miding" degan qiyofatda ko'zini qisib qo'ydi. Lekin Hoca Mollaning hayratlarcha o'ynab turgan ko'zidan shumliq bilan hiyli mikrning so'g'uq nuri chaqnab turardi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib, saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.